Avvalambor shu bilim darajani oshirish kerak. Bilimda ko'p gap bor. 500 so'm pulga qiziqmasdan faoliyatni halollik bilan, to'g'rilik bilan olib borishlarini chin ko'ngildan so'rab qolgan bo'lardim. Avvalambor shu bilim darajani oshirish kerak. Bilimda ko'p gap bor. Tashkilotda yuzsizlar endi. Aholi past xatlar bilan sizlar ishlaysizlar. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotmiz biz. Shuning uchun xodimlarga o'ziga yarasha bilim darajasini oshirish mana shu mutaxassislarning asosiy mas'uliyatli vazifalaridan biri. Ya'ni shu gollandlar. Xo'p, o'qishni yaxshi tugatib olgan bo'lsalaring, mana bizda bugun imtihonlarimiz bo'ldi. Imtihonlarimiz natijasida xodimlarga sertifikatlarni topshiramiz. Ushbu sertifikat xuddlashgan tezkor xizmat turlari MChJ tomonidan belgilangan me'yoriy huquqlar, talablar, xavfsizlik va sifat standartiga muvofiq maxsus kasbiy tayyorgarlik va malaka sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tganligini tasdiqlaydi. Sertifikat egasi kompaniya nomidan o'z xizmat yo'riqnomasi hamda vakolatlari doirasida professional faoliyat olib borish, mijozlarga qonunga asosan tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish huquqiga ega. Sertifikatimizni topshiramiz. Qulmuratov Atabay. Okay. Tabriklaymiz. Sertifikatingiz, xizmat guvohnomangiz. Mo'minov Nodir Ismatullayevich. Nodir aka, tabriklaymiz. Sertifikatingiz, xizmat guvohnomangiz. Keyingi xodimimiz Xo'janberdiyev Navruzbek Nemajonovlar. Tabriklaymiz. Xizmat guvohnomangiz, sertifikatingiz. Qayerdansiz? Namangan. Tabriklaymiz. Xo'p, keyingi xodimlarimizdan biri Parmonov Eldor Komilov. Ularga tabriklaymiz. Tarjiman. Sertifikatingiz, xizmat guvohnomangiz. Payanov Jasur Janqobilovich. Tabriklaymiz aka. Xizmat guvohnomangiz. Mamirov Azbek Anvarovlar. Azbekning xizmat guvohnomasi bor. Anchadan faoliyat o'zgartirdi sertifikatlar bilan. Tabriklaymiz Azbek. Keyingi xodimimiz Zakir Firdavs Xayrulloh. Tabriklaymiz Firdavs aka. Keyingi xodimimiz Hayit Murodov Mustafo Alo'g'li. Tabriklaymiz. Sertifikat olmay qolgan, imtihondan o'tmay qolgan xodimlarimiz bor. Nima deymiz endi? Motivatsiyani ko'targan holatda keyingi safar tajribani yana ham oshirib, ustlaringda ishlab, qaytadan xudo keyingi bilim malakani oshirish tayyorgarliklariga kelasizlar. Qaytadan yana mustahkam qilib, keyingi safar sertifikatni olish nasib qiladi xudo xolasa. Men nima demoqchiman? Sertifikat bu oddiy qog'ozdek tuyulishi mumkin, lekin kompaniyaning yuzisizlar. Mana shu sertifikat guvohnoma olib faoliyat yuritayotgan xodimlar bizani yuzimizni xudo xolasa yerga qaramaydigan umiddamiz, ishonchimizni oqlaydigan umiddamiz. Shuning uchun 500 so'm pulga qiziqmasdan faoliyatni halollik bilan, to'g'rilik bilan olib borishlarini chin ko'ngildan so'rab qolgan bo'lardim. Jamoamiz nomidan hammalarini tabriklaymiz. Birgalikda sizlar bilan aka-uka, opa-singil bo'lib ishlashingizdan xursandmiz. Hammalaringga rahmat. Mehmonlarni kuzatib qo'yadi.